Assalomu alaykum YouTube. Mana yana bir video. Bu videoda Spark'ga oldi eshikka ruchka almashtiramiz. Tashqi ruchka singan. Bir ruchka sotib oldim mana. 50 ming so'm narxi. Xo'p, endi torpedani ochishdan boshlaymiz. Birinchi navbatda mana stekloni, oynani, ruchkasini chiqarib tashlashimiz kerak. Buning uchun bizga kerak bo'ladi atyorka. Ingichkaroq narsa bo'lishi kerak. Hozir men mana kalitni o'zida, mashinaning kalitini o'zida chiqaraman, chunki pistoni bor orasida, mana orqa tomonida. Sal mana tortgan holda mana ruchkani ochiladi endi hozir. Mana pistoni tepaga qaragan zajimi bor. Sim. O'shasini kalit yordamida hozir chiqarib tashlaymiz. Keyin mana aytda bitta bolt tushirib, mana karmashkasida bitta tushirib, keyin shulab olsak, qolgani piston. Stolda tortsak chiqadi. Mana pistonni mana piston. Sal murakkabroq bo'ldi chiqarish ham. Mana shu narsani chiqarib tashlash kerak bo'ladi. Oldin bu torpedani ochganda xalaqit beradi mana. Men hozir mashinani kalitini o'zida chiqardim, chunki ingichkaroq narsa hozir mashinamda yo'q ekan. Menda beyda aslida bundan ingichkaroq narsa bo'lsa oson chiqadi. Hop, endi mana shuruplarni yechamiz ikkitani. Mana hozir pistollarni ham tagidan chiqarishni boshladim. Mana taqillab chiqadi mana. Mana shu holatda. Tomon chiqib bo'lgan bo'lsa, endi mana tepaga ko'taramiz torpedani. Mana tepaga bunday ko'tarsak, mana yerdan ham chiqadi. Chiqdi mana pashti. Hop, torpedani mana olib tashladim. Evet, ochamiz. Telefonni olib tashlaymiz. Hop, oynani ko'tarib olamiz. Men tushib tashlagandim mana. Hop, ikkita bolt bor ekan, mana ikkita boltini bo'shataman. Mana bittasi bu yerda, bittasi mana ichkari tomonda. Hop, mana ikkita boltini ham bo'shatib tashladim. Endi mana endi hozir ko'rinyaptimi? Bayda yo'q, mana shu zamokdan kelgan mana pistonni simini chiqarib olamiz bayda. Bu muammo emas, oson buni chiqarish. Mana shuni chiqarib olsak, keyin mana chiqadi o'zi. Mana shu bitta klubdan kelgan sim ushlab turibdi hozir buni. Mana buni chiqarib tashladim. Mana simma mana klubdan kelgan mana shu sim, mana shu sim mashitga kirgiziladi. Mana piston o'sha sim ushlab turadigan, bu oson. Bir qarashdan qarab turib o'sha bilmagan odam ham kirgizib oladi mana. Simni mana kirish kanali bor o'zi, o'sha kirgizib turib, mano tomoniga uchi mana simni tiqib qo'yiladi. Endi bu videoda ko'rsata olmayapman. Mana bunga mana yangisiga ham shu mana. Mana qora pistonchasi bor o'zi. Oson. Hop, endi joylaymiz yangini mana. Hozir video bilancha qiyin bo'lyapti. Mana shunday holatda. Rezinkasi bor o'zi. Joylashimiz kerak.
Xullas mana shu holatda joylanadi, bitta qo'lda. Bo'lmasa ekan hozir videoni qo'yib turaman. Mana tashqaridan joylanadi. Mana hozir joyladim. Mana hozir qanchalik ko'rinyapti deydi. Tagida pistoni bor mana tagida. O'sha pistoni mana kuzovga o'zi tushish kerak. Ishlab qoladi. Bu qotirilmasa ham o'zi ushlab turadi mustahkam. Xo'p, hozir joyladim. Endi mana o'sha aytib o'tgandek o'zi mana pilotni tishlaydi o'zi. Mana bolt gaykasiz ham. Mana pistoni bor tagida. Mana shu ko'rinayotgan bo'lsa, mana simini joyladim. Sim joylash murakkab emas, aytib o'tdim. Ilboy bitta odam joylab qo'yadi uni. U tushunarli bir qarashda. Endi buni bolt gaykalarni qotiramiz ikkitani. Mana yerda zamoga bor kalt tushadi ekan. U ham alohida o'zi chiqadi mana. Chiqadi, kiradi. Qotiramiz endi joy-joyiga hammasini. Yopmasdan bitta sinab ko'ramiz. Yopmasdan sinab ko'raylik-chi. Endi yopib tashlaymiz. Eskisi sinuvdi mana. Eskisi mana shu yerda singan, ichidan. Da ko'rinyapti, ichidan singan. Endi bo'ldi, yopib tashlaymiz. Joy-joyiga hammasini. Hech qanday murakkab joyi yo'q, o'sha sharoitda almashtirish mumkin mana shunday. Faqat ochishda ozgina sal murakkabligi bor, torpedani yechishda. Mana ruchka asosan. Boshqa qiyin joyi yo'q.